Barchaning yarasi oiladir. Real hayotda bo'lgan voqea. Adham Amin Nemutlu. Tayyor bo'lsangiz, boshlaymiz. Tug'ilgan uyim yong'in ichida ekan, butun dunyoni yonyapti deb o'ylashim tabiiy emasmi? 1. Tashqari yorug', ichkari qorong'u edi. Shifoxona xonalari shunday bo'ladi. Yorug'lik bor, lekin oydinlik bo'lmaydi. Eshikni taqillatib ichkariga kirdim. Ta'rif qilib bo'lmaydigan og'riq edi bu. Yuragimning qoq o'rtasida bir tog'dek og'ir yuk bor edi. Yoniga o'tirdim. Qo'llarini tutdim va unga gapira boshladim. Balki eshitar dedim kechikishlarim ortidan. Meni eshityapsanmi o'g'lim? Bilaman, balki shu paytda juda kechdir, lekin men aytmasam ham shuni bilginki, seni juda yaxshi ko'raman. Meni kechir o'g'lim. Qalbingni tilgan yaralar uchun meni kechir. Oyoqqa tursang bas. Birga o'tkaza olmagan kunlarimizni o'rnini bosa olishim uchun menga imkoniyat ber. Ayni damda juda qattiq harakat qilishning ham hech qanday natija bermasligini tushundim. Na pul, na mulk, na maqom va mansab. O'g'lim 4 kundan beri jonlantirish bo'limida edi. Shifokorlarning umidini yo'qotmasliklari uchun ham hech qanday ta'sir o'tkaza olmayotgandim. Bir so'z bilan aytganda chorasiz edim. Chorasizlikning eng og'riqli nuqtasi bir otaning chorasizligi edi. Ayniqsa, qalbi pushaymonlik bilan to'lgan bir otaning chorasizligi bo'lsa. Dadang endi seni hech qachon tashlab ketmaydi. Chida o'g'lim, deya yotib, quloqlarim oldida shang'illayotgan maxsus uskunalarning ovoziga chiday olmadim. Bir necha kundan keyin tug'ilgan kuning o'g'lim. Qani o'rningdan tur. Senga eng shirin tortni olib beraman. Nimani xohlasang o'g'lim, deb ho'ngrab yig'lab yubordim. Ichimdagi bu hissiyot boshqacha edi. Allohim, bu qaddayin sinov bo'ldi. Yuragimning bir tarafi yonyapti. Kelajagim yo'qolib boryapti, sezyapman. O'tmishim intiqom olyapti. Bolaligim. Bolaligingda ochilgan yaralar bitib ketmaydi do'stim. Men buni bilganim uchun aytyapman. Har safar qoshimning ustidagi yaraga tekkanimda u yaraning qanday paydo bo'lganini eslayman. Tikishdan qolgan izlari ahamiyatsiz, ammo yaraning xotirasi jonimni og'ritardi. 21 yil o'tibdi. Tilga oson, yara eski, og'rig'i esa yangi. 15 yoshimni eslayman. Bolaligimni o'ylasam, eng ko'p eslaganim hatto xotiralarimning barchasi dadamning hech tugamaydigan g'azabi va talablariga oid edi. Hech qachon meni muhim deb bilmadi. Meni o'ziga berilgan bir hadya deb ko'rmadi. Unga nimani eslataman bilmayman-u, har safar menga qaraganida ko'zlarining tubida g'azab, nafrat paydo bo'lishiga sabab bo'lar edim. Hozir tushunyapmanki, bu uning o'z hayotida erisha olmaganlarini mendan kutishi va men bu xohishlarini oqlay olmaganimda aslida o'z bolaligidan jahli chiqayotgandek mendan jahli chiqishi va g'azablanishi edi. Aslida butun g'azabi, nafrati o'zidan edi. Yashayotgan joyimizning eng boy oilalaridan biri edik. Dadam bobomdan qolgan dalillardan yaxshi foydalangan, ishlarni kengaytirayotgan va boylik ustiga boylik qo'shgan edi. Ishlar yaxshi edi-yu, ammo uyda muhit yomon. Uyning ichida doim bosim bor edi. Dadamning bir do'sti bo'lib, do'stlarining ichida eng yaqini o'sha Ismat amaki dadamga har doim shunday o'g'ling borligi uchun juda omadlisan. Koshki mening ham bolalarim senikiga o'xshab odobli va aqlli bo'lsalar, derdi tabassum qilib. Lekin o'sha tabassum yuragimga o'qdek sanchilardi. Chunki dadam hech qachon bunday o'ylamasdi, bilardim. Tengdoshlarimga nisbatan aqlliroq edim. Darslarim doim muvaffaqiyatli edi. Hatto bolaligimda ham erkatoy bola bo'lmadim. Ulg'ayganimda ham o'zgarmadi bu. Dadamning g'azabi o'zgarmaganidek. Uning ko'zlarida doim yong'in bor edi. Tilidan chiqqan otashni menga uloqtirardi. Itsan sen, it! Qo'rqoq itsan! Aslida ismim Sardor edi. Lekin dadam uchun men qo'rqoq, bechora bir it edim. Buni eshitmagan kunim yo'q edi. Har doim unga o'xshashimni, jasur, tajovuzkor bo'lishimni istardi. Ammo men unday emasdim. Dadamning nazdida ot mingan, qurol ishlatadigan odam erkak edi.
ammo men quroldan nafratlanar va otlardan qo'rqar edim. Uning uchun darslarimdan yutuqlarim zarracha ham muhim emasdi, chunki bir yigit darslaridagi yutuqlar bilan yigit bo'la olmas edi. Bularni men aytmayapman do'stim. Dadam menga har kuni aytardi. Ko'zlarim unikiga o'xshab yonib turishini xohlardi. Nima qilsam ham befoyda. Dadamning nazariga tusha olmayotgandim. Bu vaziyat meni yolg'izlashtirib yuborayotgandi. Chunki endi haqiqatan ham o'zimni it va bechoradek his qilishni boshlagandim. 15 yoshimda qo'rqoq va chorasiz bir it edim. Qayta eshitaverib ko'nikkandim. Hatto itlardan nafratlanadigan bo'lib qolgandim. Dadam ba'zan do'stlari bilan yig'lar, tuni bilan suhbat qurardi. Men ham ularga qo'shilgim kelardi, lekin bir gap gapirsam mingta bo'lib qaytishidan qo'rqardim. Chunki haqiqatan ham bir gap gapirsam menga aytmagan so'zi qolmasdi. Ko'zlaridagi otash doimo meni ustimda edi. Ichimda har safar bir qo'rquv bo'lardi. Menga yana hammaning ichida it desa-ya, it desa aytadi, aytganda yana aytadi ham. Dadamning og'zi chegarasiz edi. Hozir siz shunchalik ham itoatkor bo'lish mumkinmi deb aytayotgan bo'lsangiz kerak. Har doim ham itoatkor emasdim. Afsuski, sindirilish hissi boshqacha bir his. Ayniqsa, bolaligingda buni boshdan o'tkazsang, keyinchalik undan qutulish mumkin bo'lmaydi. Ba'zan dadamning nigohlari menda ham mujassam bo'lardi. O'tkir nigohim bilan tikilardim. Menga bir tarsaki tushirmagunicha yerga qaramas edim. Yegan kaltaklarim, tarsaklarim ishontirib ayta olamanki, hech narsa emasdi. O'sha achchiq gaplar bor-ku, o'shalarning achchig'i hech o'tib ketmasdi. Ketmaydi ham. Tonglardan birida jasoratimni to'pladim va endi o'zgarishim kerakligini, bunday davom etmasligim lozimligini qabul qildim. O'sha kuni dadamga hamrohlik qilishim kerak edi. Qo'rqib omborga bordim, lekin qo'rquvimni yengishim kerak edi. Bir otni tanlab, uni yaxshilab tayyorladim va dadam chiqmasdan otga minib, unga yetib oldim. Meni ko'rib hayron qoldi. Uzoq tikildi va hech narsa demasdan otiga 4 marotaba xipchin bilan urdi. Men ham uning orqasidan ta'qib qildim. Muvaffaqiyatli birinchi emasdim va buni u yaxshi bilardi. Qurilish kichik tosh parchalari bilan to'la edi. Lekin dadam to'xtamay tezlashayotganda, men ham unga yetib olish uchun tezlashardim. Hech narsani o'ylamasdim. Birgina maqsadim unga yetib olish va qo'rqoq it emasligimni isbotlash edi. Jasoratimni ko'rsatishim kerak. It bo'lish vaqti emasdi. Otning ustida muvozanatimni saqlashga harakat qilar ekanman, qo'rquv ham bir zumda yo'q bo'ldi va unga aytdim. Dada, qarang, sizga o'xshab boshqaryapman. Shunday emasmi? Ko'rdingizmi qanday tezlashdim? Qo'rqmayapman. Dadam bu gaplarimdan keyin go'yo meni qo'rqitmoqchi bo'lib tezlikni yanada oshirdi. Unga yengilmaslik uchun men ham tezlashdim. Tuproqning havoga yoyilishi bir tomondan menga yoqayotganda, faqat dadamga hech yaqinlasha olmayotgandim. Otning qorniga uraverib oyoqlarim og'rib ketganda va muvozanatimni yo'qotgandim. Yerga yiqildim. Shunaqangi tushdimki, qovurg'alarim sindi deb o'ylagandim. Yerda chorasiz ikki buklanib yotar ekanman, yuzimdan qon tomayotganini his qildim. Qoshim yorilgandi va o'sha payt dadam qaytib keldi. Meni yerdan turg'izishini kutarkanman, u momaqaldiroqni eslatuvchi ovoz bilan bir hayqirdi. It, senga ot minishni kim qo'yibdi? Yerda qiynalib yotishim hech narsani o'zgartirmagandi. Yuzimdan oqayotgan qonga parvo qilmadi. Ko'zlari nafratga to'lgandi. Bu qanday nafrat edi? Tur otni qochirding. Bor yetib ol. Sening orqangni men yig'amanmi it? Dedi dadam jahl bilan. O'sha onda og'riqdan ingradim, ammo bu og'riq qovurg'alarimning, bilagimning yoki qonagan qoshimning og'rig'i emasdi. Dadamning menga aytgan so'zlarining og'rig'i edi. Bechora it, titramasdan otni top. Haqiqatan ham achchiq yig'ladim va o'sha fikr endi miyamga ta'sir qilayotganda. Bechora bir it edimmi men? Lekin ana shu paytda hech bir itning mendek yig'lay olmasligiga iymonim komil edi. O'rnimdan turib, otni topishga harakat qildim. Lekin ot yo'qolgandi va dadam meni tashlab allaqachon fermaga qarab yo'l olgandi. Tepamda quyosh,
Qulog'imda jaranglayotgan it so'zi va miyamda aylanib yurgan g'azab. Fermaga 15-20 daqiqalik bir masofani yurayotgandim. Biroq oyog'imdagi og'riq bilan bu yo'l menga xuddi 30-40 daqiqadek tuyulardi. O'sha yo'lda yurayotib o'zgargandek his qilgandim. Yaxshigina yo'qolib borganimni, ortiq qo'rqoq ekanligimni qabul qilayotgandim. Ko'z yoshlarimni to'xtata olmayotgandim. Otning ortidan borishga ham jasoratim qolmagandi. Yagona istagim fermaga borib, xonamga qamalib olish edi. Qo'limdan kelgan yagona narsa shu edi. Zotan xonamga qamalish qo'limdan kelgan qochish edi go'yo, chunki men bir qo'rqoq edim. Dadam xonamga qamalib olishimdan qattiq jahli chiqardi. "Nega seni do'sting yo'q?" deb ham so'rardi meni yerga urib. Ha, meni hech qanday do'stim yo'q edi. Hamma narsadan qochar, har safar ishonchli yagona manzilim bo'lgan xonamga chekinardim. Dars qilish esa miyamni rohatlantiradigan yagona narsa edi. Muvaffaqiyatli edim. Qayta-qayta o'qishda birinchi bo'lgandim, lekin hech do'stim yo'q edi. Hatto dadamning ko'pgina do'sti bor edi. Nega men dadamga o'xshamadim-a? Tashqi ko'rinishim ham hech o'xshamasdi. U qorachadan kelgan, ko'zlari qop-qora inson edi. Men esa yuzim bug'doy rangli, jigarrang sochli, ko'zlarim moviy va dadamga o'xshamasdim. Eng muhimi, u jasur edi. Men qo'rqoq. Keling do'stim, oyim haqida so'z ochay. Dadam meni haqoratlab, dakki eshitayotganimda onam aslo aralashmasdi. Aralasha olmasdi. U oshxonadan hech ham chiqmasdi. Men darsga qochardim, u esa oshxonaga. Jonim onam, 30-40 yil oshxonada yashash osonmi do'stim? Dadam go'yoki oyimni uning dadasidan qutqarganda. Turmush qurishganida juda mashaqqat chekkan onam bir necha yilgina dadam bilan o'z baxtimni topdim deb o'ylabdi. Lekin oyim ham har safar o'sha g'azabdan o'z ulushini olardi. Sizga bir hikoya aytib beray. Shunda oyimning holatini yaxshiroq tushunasiz do'stim. O'rmonda yerga fil sig'adigan kattalikda bir chuqur qazilib, usti shox-shabbalar bilan yopildi. Fil bolasi kelib, shoxlarni bosganida chuqurning ichiga tushadi, ammo uning omadsizligi bu bilan tugamaydi. Fil ovchilari hatto yuzlarini ham berkitgan, butunlay qop-qora kiyimlar ichida qo'llarida tayoqlar bilan kelib filni holdan toyguniga qadar uradilar. Hayvon yegan tayoqlardan, chuqurga tushishi sababli boshdan kechirgan azobdan va qo'rquvdan hayotida ko'rmagan bir stressni bir necha soat ichida boshdan kechiradi. Keyin xuddi shu ovchilar daraxtlarning orqasiga o'tadilar va ust-boshlaridagi qora kiyimlarni butunlay yechib, boshdan oyoq oppoq kiyimlar kiyib, qo'llarida turli-tuman meva-savatlar bilan qaytib keladilar. Filni ovqatlantirib, yaralarini bog'lashadi. Yaxshilik farishtalariday uni tushgan chuqurdan chiqaradilar. Fil bu oppoq kiyimli qutqaruvchilarning unga ko'rsatgan beminnat sevgi va e'tiboridan shu qadar minnatdor bo'ladiki, o'sha ondan boshlab har bitta istaklarini bajarar va so'zlardan chiqmaydi. Ularning uni biroz avval do'pposlagan qora kiyimli kishilar bo'lishi mumkinligini aqlining bir burchagiga ham keltirmaydi. Demoqchi bo'lganim shuki, dadam qo'lini uzatganda, ammo oyim yomg'irdan qochaman deb do'lga tutilganda. Oyim ana shu g'azabga eng ko'p guvoh bo'lgan inson edi. Biroz vaqt oftobda yurdim va fermaga qaytdim. Badanimdagi og'riqni qabul qilgandim. Hech kimga ko'rinmasdan xonamga ketdim. Lekin pastdan baqir-chaqir ovoz kelayotganda. "O'sha itga aytib qo'y xonim, borib o'sha otni topib kelsin. Bu uyda qo'rqoq bir it bo'lishini xohlamayman. Unga ovqat ham berma. Bu kecha ovqat ham yo'q unga." Past ovoz eshitilmasa ham javobni nimaligini juda yaxshi bilardim. "Xo'p bo'ladi, bey." Birozdan keyin oyim eshigimni taqillatadi. Menga non orasi biror nima beradi va xufiyona dadamning aytganlarini yetkazadi. O'ylaganimdek eshik taqilladi. "Shuni ol o'g'lim, hech kim ko'rmasin. Dadang otni topib olib kelishing kerakligini aytdi", dedi onam ohistalik bilan. It ham, ko'ppak ham degan edi, lekin oyim menga bularni aytmaganda.
hech qachon aytmasdi ham. Bilaman, ich-ichiga yutardi. Qoshimdagi iz o'sha kundan qolib ketgan. 25-26 yil o'tganda, lekin aytganimdek, yara eski, azobi esa yangi edi. Bu yaraning nomi dadamning bemehrligi edi. G'azabidir, it deyishidir. Otdan tushishim emas, qoshimni yorilishi emas, do'stim, so'zlardir, gaplardir, hissiyotlardir. Bu bemehrlik hali ham jonimni og'ritardi. Necha yil o'tsa ham o'zgarmaydigan ko'pgina narsa bor edi. Hali ham qo'rqoq bir edim va qo'rqoq bir it ekanligim ich-ichimga singib ketganda. Itlardan hali ham nafratlanaman. Kap-katta erkak bo'lsam ham dadamni ko'z o'ngida hech qachon erkak bo'lolmagandim. Inson hamma narsani qabul qila oladi, do'stim. O'rganadi, ko'nikadi, lekin bemehrlikni aslo qabul qila olmaydi. Doim bir yetishmovchilik qoladi ich-ichingda. Bunga ko'nikish ham naqadar azobli, shunday emasmi? Vaqt oqar suvdek oqib ketar ekan, xotiralar yo'qolib borar ekan, faqat so'zlar qolar ekan. Ayniqsa, yomon aytilgan so'zlar. Dadam vafot etganiga ancha vaqt bo'ldi, ammo har qachon qayerdandir chiqib menga it deyotgandek his hech qachon o'tib ketmadi. Afsuski, o'tmadi. Ota-onasidan sevgi ko'rmagan bir bolaning sevgi tilamchisiga aylanishi qochib bo'lmaydigan intihodir. Psixolog bolaligingni nimaga eng ko'p ehtiyoji bor edi, deb so'radi. Mehr, deya birgina so'z bilan javob berdi va jim bo'ldi. Rafiqamning bolaligi. Jeyda 15 yoshidagi hayoti mening o'tmishimdan qolishmas edi. Uning ham ko'ngli yara, qalbi og'riqqa to'la edi. Ammo farqi shundaki, u yaralarni ortda qoldirgan, men esa ularni hali ham bag'rimda yangidan kechayotgandek his qilardim. Dadamning g'azabi qanday bo'lsa, uning oyisida ham shunday olov bor edi. Jeyda oyisi bag'rida ulg'aydi. U bilan 20 yoshlarimda tanishganman. Go'zal, ammo taqdirimiz og'riqli bo'ldi. Bir-birimizga sevgisizligimizdan bog'lanmadik. G'azabimizni sevdik. Qo'rquvimizni muhabbat deb bilardik. Adashgandik. Yuragimizdagi yaralarimiz o'xshash deb bir-birimizga malham bo'lishga qaror qilgandik. Xuddi mening dadam kabi jahldor bir ona uni tarbiyaladi. Ulg'aytirish yillari farqli bo'lsa-da, natija bir xil. Jeyda o'qishda doim birinchi bo'lishga majbur edi. Imtihonlarda eng yaxshi natijalarga erishishi yetarli emasdi. U har kuni onasi tomonidan tanbeh eshitib, g'ururi yerga urilib yashardi. Qara qizim, bu hayot ishlashdan iborat. Qolgani yolg'on va befoyda. Seni faqatgina mehnat qilish qutqaradi. Ko'p ishlaysan va hammadan o'zib ketasan. Sen doim birinchi bo'lishga majbursan. Agar ikkinchi bo'lsang, ustimga rozi emasman. Buni bil. Jeyda naqadar harakat qilsa ham, naqadar mehnat qilsa ham, onasi doimo undan yanada ko'prog'ini kutar edi. Imtihonda bitta xato qilsa ham, o'sha oqshomini zaharga aylantirar, koyir va ruhan ezardi. Hoy, sen o'zingni nima deb o'ylayapsan, Jeyda? Xato qilishga haqqim bor deb o'ylayapsanmi? Bekorga senga qarayapmanmi? Aqling qayerda? Qanday qilib adashishing mumkin? Onangni yo'qdek hisoblayapsanmi? Aytganimdek, yo'l boshqa, natija bir xil. Bosim. Uzun gapga hojat yo'q, do'stim. Jeyda onasi uchun butun dunyoga ovoza bo'ladigan muvaffaqiyatlarga erishishga majbur edi. Onasi yetisha olmagan narsalarga erishishga majbur edi. Ba'zi insonlar hech qachon yaxshilanmaydi, chunki boshdan kechirgan muammolardan oldingi inson bo'lishga urinadilar. Lekin o'sha inson allaqachon o'lgan va yangi bir insonga aylangan. Buni qabul qila olmaydilar. Shu sababdan yaxshilana olmaydilar. Birinchi qism tugadi. Barchaning yarasi oiladir. Adham amin nemutlu. Real hayotda bo'lgan voqea. E'tiboringiz uchun rahmat.